Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz baramiz Digital Essence'ning English qismini ko'rib chiqamiz. Reading va writingga asoslangan savollar. Xo'p, bizda 6-chi savol. Bizda nima bo'ldi savolni o'qib chiqaylik. The text was strongly suggests. Demak, text strongly suggests. Tekstdan tushunib chiqishimiz kerak. Vaqtlar yoki suggest qiladi. Encryption used by Julius Caesar was successful in large part due to Julius Caesar ishlatgan qanday encryption u nimaga successful bo'lgan va sabablar qaysi sabablarni o'zi ko'rib chiqamiz. Buning uchun tekstni o'qib chiqamiz va tekstni o'qib tarjima ham qilib ketamiz. Though the first to utilize encryption, Roman Emperor Julius Caesar is perhaps the most notable early. Demak, encryptionni birinchi ishlatgan bo'lsa, lekin eng birinchi ishlatganlardan, lekin birinchi bo'lmasa ham. A man of many secrets, Caesar would send message to his generals in which the letters of the alphabet had been shifted a set number of places. Demak, harflar joylanishgan, masalan, birinchi harfi, to'rtinchi harf bo'lib qoldi. A became D, B became E. Shunaqa joylashib ketgan ekan. And so on. The recipient of the message would be alerted to the cipher. Demak, alerted to the cipher. Unga berilgan ekan shu narsa, shu orqali bu narsa bo'lmasa tushunib ko'p. Shu narsa orqali tushunib oladi message. To decode the message. Okay. The Caesar was simplistic by today's standards. To'g'ri, bu juda ham oson metod, kodirovkaga qaraganda juda ham oson. Lekin, but in an era in which very few would read in the first place, the encryption was effective. Demak, bu payt savodxonlik juda ham past bo'lgan sababli, literacy juda ham past bo'lgan. Shu sababdan insonlar o'qimagan sababli, o'qishi bilmagan sababli encryptionni shu metodi juda ham kuchli bo'lgan va foydali bo'lgan. Effective. Demak, javoblarni ko'rib chiqamiz. Nega bu successful bo'lgan, nega effective bo'lgan? Chunki insonlar yaxshi o'qiy olgan, savodxonlik past bo'lgan. A. Its mathematical complexity. Yo'q, bu juda ham simplistic dedik. Nega complexity degan narsaga to'g'ri kelmaydi. U ko'proq literacyga ta'sir qiladi. A lack of widespread literacy at the time. Bu to'g'ri javob shunday deb qo'ygan ekan. Its ancient historical roots. Ma'lum uchun successful bo'lmaydi, chunki bugun juda ham oson. Bu payt bo'lsa, Julius Caesar birinchi o'qigan bo'lsa ham, eng asosiy sabab hali ham shu. Odamlar o'sha erada juda ham kam o'qigan. O'qimagan, savodxonlik umuman past bo'lgan. To'g'ri kelmaydi bu. Va its incapacity to be physical interpretation. Bo'lmaydi. To'rtta harf yotqizilgan bo'lsa ham simple bo'ladi, lekin insonlar juda ham kam o'qigan. Kam inson bundan savodxon deb ega bo'lgan, shu bilan savodsiz insonlar bo'lgani uchun successful bo'lgan. Shunaqa bizda B javob to'g'ri. Keyin savolga o'tamiz.